kelinning asl basharasi bo'ladi. Ana xolos, ijtimoiy tarmoqda ham sharmanda bo'ldik. Qaynona kelindi, kelin qaynonasini, er esa xotinni, xotin esa erini video qilib, ijtimoiy tarmoqlarda tashab, uni sharmanda qilaman deb o'zlarimizni sharmanda qilib bo'lishdi. Hech nima qolmadi. Do'stlar, azizlar, nima keragi bor? Nima keragi bor? Shu uyimizdagi muammolarni ommaga, ya'ni hammaga tarqatib, buni ko'ringlar deb aytish. Do'stlar, sizlar aytasizlarki, bizning muammolarimizni ular yechimini topib beradimi odamlar ijtimoiy tarmoqda yoki ustimizdan kuladimi? Nima deysizlar? Kommentariyaga yozinglar. Do'stlar, azizlar, iltimos qilaman. Uyda eringiz bilan, xotiningiz bilan talashib qolsangiz, qaynonangiz bilan yoki keliningiz bilan talashib qolsangiz, videoga olsangiz, shayton sizni aldaydi. Albatta uni sharmanda qilaman deb ijtimoiy tarmoqga tashab qo'yasiz. Pushaymon bo'lganingizdan keyin uni o'chiraman deyapsizmi? Yo'q, bir pasda tarqalib ketadi. Bilasizlar, yomon xabar bir pasda hamma yoqqa tarqalib ketib, sharmandaga chiqadi. Albatta hammamiz xato qilamiz. Eng yaxshi inson kechiruvchi zot. Kimki agar muammosini ijtimoiy tarmoqda chiqarsa, aziz do'stlar, ya'ni gunohini oshkora qilsa, uni yopish qiyin. Sharmanda bo'lmanglar, sog' bo'linglar.